Eng ko'p beriladigan savollardan green kartani to'g'ri to'ldirasizlarmi? To'ldirish jarayonida chalkashliklar bo'lmaydimi? Yoki familiya ismida, sanalarda xatolik bo'lmaydimi? Farzandlarda rasm chalkashib qolmaydimi? Yoki ko'pchilik kelganimizda rasmga olib qo'yishda bir-birimizni rasmimiz bir-birimizga aralashib ketmaydimi degan ko'p savollar bo'ladi. Biz oldingi videolarda aytganimizdek, anketa to'g'ri to'ldirilishligiga rasmlar parametr bo'yicha o'z egalariga qo'yilishiga kafolat berganmiz. Buni siz qanday qilib tekshirib olishingiz mumkin? Mavsum tugagandan keyin shubhaga borsangiz, kelsangiz bizda har bitta anketaga kiritilgan ma'lumotlar elektron tarzda 3 yilgacha saqlanadi. Ya'ni anketangizga kiritilgan familiya, ism, sanalar, elektron pochta, yashash manzili, pochta indeksi va boshqa ma'lumotlar bizda elektron tarzda saqlanadi. Xohlagan paytingizda kelib tekshirib olishingiz mumkin. Rasm ham xuddi shunday. Misol uchun bitta oilada 3 ta farzandi bor. Rasmga tushib ketishdi. Kichkinasi, o'rtanchisi va kattasi. Katta kichikligini farqlasa bo'ladi. Misol uchun bunaqa oila borda, egizagi bor va farzandlarida yoshi yaqin. Bir-biriga o'xshab ketadi. Ya'ni ajratish qiyin. Unda qanday qilib ajratib olasizlar desalaring, u ham bizda har bitta farzandni raqamlab, ismini yozib qo'yamiz. Ya'ni siz necha yildan keyin kelib, mana shu anketamda farzandimni ko'rsatib bering desangiz, ismigacha to'g'ri ko'rsatib berishga biz kafolat beramiz. Keyin anketalar haqidagi ma'lumotlar anketa egasining o'ziga taqdim qilinadi xolos. Ya'ni uchinchi shaxslarga berilmaydi. Bu degani qarindoshingiz, qo'shningiz, o'rtog'ingiz kelib siz haqingizga ma'lumotlar so'rasa, biz tomonimizdan bu ma'lumotlar sir saqlanishini kafolat beramiz.